umumiy olganda bugun bizni vatanimizda hamma tomonidan rivojlanishga start berildimi? Biz startdan уже nima qildik? Yo'lga chiqdik. Endi ortga qaytib bo'lmaydi, Umid aka. Endi rivojlanishdan ortga qaytsak, biz yo Shimoliy Koreya bo'lib qolamiz, yo o'sha Afrikani qaysidir bitta davlatiga aylanib qolamiz. Endi rivojlanishdan ortga qaytib bo'lmaydi. Endi faqatgina bizda bitta muammo bor. Nega rivojlanishimiz tezlashmayapti? Shiddatli bo'lmayapti. Chunki xalqimizning orasida hali ham Sovet davrida guruch 3 tiyin edi, palonchi muncha deydi deganlar hali ham turibdi. Fikrini o'zgartirmayapti. Va ular bolalariga ham shu narsani o'rgatgan. Voqimandalik kayfiyatini o'rgatgan. Bizda beraman deydigandan ko'ra olaman deydigan ko'p. Aslida sizlarning afzallaring oluvchi emas, beruvchi qo'l deyilmaganmidi? Ko'zi ochmiz. Nimadan bilsa bo'ladi? Bitta do'konda, masalan, 70% chegirma deb yozib qo'ysin, do'konni eshiklarigacha sindirib tashlashdi. Ko'rdik internet. Tuppa tuzga odamlar shular. Arzimagan bitta mato, latta uchun, kiyim uchun yoki bir maishiy texnika uchun kerak emas ana shu narsalar. Lekin borib ayol va erkak aralash, nega? Biz ko'zi ochib bo'lib qoldik. Ko'zni to'q qilaylik. O'zimizni ko'zimiz to'q bo'lsa, farzandlarimiz ham ko'zi to'q bo'ladi. O'zimiz missiyamizni aniqlab olsak, farzandlarimizni ham missiyasini aniqlashga yordam beramiz. O'zimiz harakat qilsak, farzandlarimiz ham harakat qiladi. Faqat bu harakat to'g'ri, halol, pokiza, qonun qoidalarga asosan bo'lishi kerak.